Hech kim bilmaydi deb o'ylagan qanday foydali layfhakni bilasiz? Sitrus mevalarini sotib olayotganda og'irroqlarini tanlang. Ular yengilroqlariga qaraganda yangi va shirin bo'lishi ehtimoli ko'proq. Og'irroq ko'rinadigan mevalarni tanlab olishni men internetdan o'rgandim. Bu ular zichroq ekanliklarini anglatadi. Har safar bu layfhak o'zini oqlaydi. Windows kompyuterlarini ishlatadigan odamlar. Windows va V tugmachalarini bir vaqtning o'zida bosing. Copy-paste o'rniga u butun buferingizni ochadi. Uni faollashtirganingizdan so'ng u siz uchun nusxa ko'chirish tarixini saqlaydi va siz ko'chirilgan narsalardan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. O'z ishingiz bilan band bo'lish va boshqalarni ishiga burningizni siqmaslik stressni siz va atrofdagilar uchun kamaytiradi. Rostini aytsam, ijtimoiy tarmoqlarni kamroq ishlatish qalbingizga haqiqatdan ham yengillik keltiradi. Kompyuterda so'zni noto'g'ri yozsangiz va uni qayta yozmoqchi bo'lsangiz, orqaga o'chirish tugmasini 10 marta bosish o'rniga Ctrl tugmasini bosib turing va orqaga o'chirish Backspace tugmasini bosing. Shunda butun so'z o'chiriladi. Agar shakar qotib, ishlatib bo'lmaydigan holga kelsa, uni bir kecha davomida bir bo'lak olma yoki non bilan birga havo o'tkazmaydigan paketda saqlang. Shakar olmaning yoki nonning namligini shimib oladi va yangidek bo'lib qoladi. Mashinalarda rulning o'ng tomonida o'ngga yoki chapga burilmoqchi ekanligingizni ko'rsatadigan pavorotnik bor. Bugun o'qigan layfhaklardan eng kerakli va kulgilisi. Bankda ikkita hisob raqamini oching. Biri xarajatlar uchun, ikkinchisi tejash uchun. Har oy maoshingiz tushganda avval hisoblarni to'lang, qolganini tejash hisobiga o'tkazing. Hech qachon tejash uchun hisob raqamingizning plastik kartasini o'zingiz bilan olib yurmang. Ushbu pul yeb, ichish va o'ynash uchun emas. Men buni boshlaganimdan beri birorta pul muammosi bo'lmadi. Bu kommentariy ko'p layk yig'ishi kerak. Men zo'r maosh olishni boshlaganimdan beri birorta pul muammosi bo'lmadi. Lekin bu albatta pulingizni boshqarishga yordam beradi. Sizni tanqid qilayotgandek ko'rinishni xohlamayman. Lekin bir donishmand aytganidek, siz qashshoqlikdan qochish uchun byudjet tuza olmaysiz. Barcha matolardan qonni tozalash uchun vodorodni perikisini ishlating. Yo'q, u matoni oqartirmaydi. Bir zumda va 100% ga tozalamaydi. Lekin ishingizni juda osonlashtiradi. Qon eski bo'lsa, buni bir necha marta bajaring. U doimo ishlaydi. Agar siz telefon klaviaturasida probel tugmasini bosib ushlab tursangiz, kursor bilan tekstni ichida harakatlanishingiz mumkin. Ko'plar bu haqida bilmas ekan. Meni quloqlarim haqiqatan ham juda sezgir. Ko'p taqinchoqlar mening quloqlarimni yallig'lantiradi. Faqat titan materialidan tayyorlanganlar bunday reaksiya bermaydi. Shuning uchun men 14 grammli implant titan tunnellarini qo'ydirdim va arzon taqinchoqlarni ulardan o'tkazaman. Bu juda yaxshi ishlaydi va endi men har qanday taqinchoqni kiyishim mumkin. Hech qanday reaksiya bo'lmaydi. Sezgir quloqlarga ega bo'lganlar uchun juda tavsiya qilaman. Bankalarni chap qo'lingiz bilan oching. Ochish uchun burilish yo'nalishi va barmoqning holati muhim. Agar siz o'ng qo'lingiz bilan banka ochsangiz, bosh barmog'ingizga qaraganda boshqa barmoqlaringizni ko'proq ishlatasiz. Shuning uchun ochishga qiynalasiz. Nihoyat chapaqay bo'lish foydamga ishladi. Internetda biror narsaga buyurtma berganimda uni savatimga qo'shib, keyin bir necha kun kutib o'tiraman. Menga ko'p marta siz biror narsani unutdingiz degan elektron xatlar va chegirma uchun promokod yuboriladi. Agar qorong'i bo'lsa va tunda hammomda qisqa vaqt davomida yorug'lik yoqishingiz kerak bo'lsa, bir ko'zingizni yumib turing. Shunda u qorong'ulikka moslashadi va svetni yana o'chirganda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aytishlaricha, bu Ikkinchi jahon urushi uchuvchilarining tunda portlashlar uchun ishlatgan hiylasi edi. Ctrl, Shift va T tugmalarini brauzeringizda bossangiz, oxirgi yopilgan sahifangizni ochib beradi. Sochni yumshatadigan vosita konditsioner ko'plab soqol kremidan yaxshiroq ishlaydi va ancha arzon. Mashina haydaganimda ko'pchilik taqab haydashni yaxshi ko'radi, lekin ular bilmaydilarki, mashinalar oqimida to'xtamoqchi bo'lsangiz, oldinda turgan mashinani pastki bamperi bilan g'ildiraklarini ko'rishingiz kerak. Bu sizga yetarli masofa yaratadi, boshqa qatorga kerak bo'lganida o'tish uchun.
Buni hech qachon bilib bo'lmaydi, oldinda avariya yoki yo'l yopilgani, balki tirbandlik borligini. Bu layfhak sizga vaziyatdan muammosiz chiqib ketishga yordam beradi. Отдел kadrov sizning do'stingiz emas. Ular sizni emas, kompaniyani himoya qilish uchun yo'llangan. Ishdagi anonim so'rovlar ham anonim emas. So'rovni yaratgan kishi kim nima yozganini ko'ra oladi. Layfhak uchun rahmatingiz kerak emas. Ishlash bo'yicha layfhak. Ayniqsa ofis yoki korporativ muhitda faqat jimgina ishingizni qilish yetarli emas. Eng ko'p gapiradiganlar odatda lavozimga ko'tarilishining sababi bor. Qilayotgan ishingizni boshqalarga ko'rsatishingiz kerak. Yuqoriga ko'tarilish uchun o'zingizni maqtashni o'rganishingiz lozim. Bu afsuski juda to'g'ri. Hamkasblarim menga ishdagi muvaffaqiyatlaringiz haqida yetarlicha gapirmaysiz deyishadi. Bu mening ishimning eng yoqimsiz jihati, chunki men buni maqtanish deb bilaman va bu hech narsani o'zgartirmaydi. Men o'z qobiliyatlarimga ishonaman va ishimni to'g'ri qilayotganimga tasdiqqa muhtoj emasman. Chunki u ishim buni ko'rsatadi, lekin bu yetarli emas ekan. Ba'zan nima bilishingiz emas, kimni bilishingiz muhimroq. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni esdan chiqazmang.